Assalomu alaykum barchaga, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan ingliz tili alifbosi haqida gaplashamiz. Videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, sizni tabriklayman. Ingliz tiliga ilk qadamni qo'ydingiz. Avvaldan o'rganayotgan bo'lsangiz, bu sizga takrorlash bo'ladi. Demak, ketdik. Ingliz tilida 26 ta harf bo'lib, yozilish jihatidan lotin harflariga o'xshaydi va bu bizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Ammo lekin ingliz tilida yozilish va o'qilishi mutlaqo boshqacha. Demak, ko'rib chiqamiz. Birinchisi A harfi. A. Birinchisi ikkita transkripsiyada yozganman. Birinchisi demak bu alifbodagi o'qilishi A. Ikkinchisi so'zlarda kelganda o'qilishi apple. Qaytaramiz. Apple. Keyingisi B harfi. B. Demak, alifboda o'qilishi so'zlarda B. Ya'ni bat, back. Uchinchisi C. So'zlarda cat, club. To'rtinchisi D. Demak, so'zlarda D bo'lib keladi. Oddiy o'zbek tilidagi D emas, D. Dress, dentist. Beshinchisi keyingisi E tovushini beradi. Ik, ant. F. So'zlarda F. Demak, misollarda ko'rib chiqamiz. Fat, flat. G harfi. Demak, so'zlarda G deb o'qiladi. Glass, group. H alifboda o'qilishi. Buni talaffuz qilish uchun yengil deyishimiz kerak bo'ladi. Hat, hand. I deb talaffuz qilinadi. In. Keyingisi J. Takrorlaymiz. J. Misollarda ko'rib chiqamiz. Jet. Qaytaramiz. Jet. K. To'g'ri beradi. K. Misol uchun K. L. Late. M. To'g'ri beradi. Demak, so'zlarda man, mind. N. Nest. Not. Qaytaramiz. O. Buni talaffuz qilishimiz uchun pastki jag'imizni oldinga chiqarishimiz kerak. O. Got hot. Demak, so'zlarda o'qishi got hot. Prosta o emasda got hot. Hop, P. Keyingisi P. Pet. Q. So'zlarda o'qilishi K bilan W, ya'ni question. R. Rabbit. Risk. S. Sand. Season. T. Buni kichik nafas bilan talaffuz qilishimiz kerak. Mana
t, tell, tell kabi. Keyingi harfimiz u. Bu so'zlarda a talaffuzini beradi. Uncle. Qaytaramiz. Uncle. V bilan W ni birgalikda yozdim, sababi ikkalasi v talaffuzini beradi. Xo'p, V ni alifboda o'qilishi V, W. V ni talaffuz qilganimizda lablarimizni oldinga keladi-da, lab tishlagan holda mana. Veterinar. W desa lab kengayib cho'chadi. Avval kengaygan holatda keyin cho'chadi. Wet. Keyingisi X so'zlarda x talaffuzini beradi. Text. Y so'z alifboda o'qilishi so'zlarda y talaffuzini beradi. Yet. Z alifboda o'qilishi so'zlarda z tovushini beradi. Zero. Zoo.